Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi video va u Buxorodan. Shunchaki Buxorodan emas, Buxoro Night Race marafondan va shu bilan birga Biennaledan bo'ladi. Juda qisqa vaqt bo'lamiz Buxoroda. 24 soat ham chiqmaydi. Lekin shu vaqt ichida nimalarnidir ko'rsatishga harakat qilamiz. Ikkalasi bilan Gazeta.uz jurnalisti Shohrux Haydarov va Ming kitob loyihasi ishchisi Mirjalol Qosimov. Bizani kuzatishda davom etinglar va Buxoroni birga aylanamiz. Ham bu Biennaleni bir anaqasi ekan. Nimasi? Bir burchagi. Installyatsiya, skulptura. Endi mana marafonga 40 minut qoldi boshlanishiga. Formam boshqa. Bu ommadan 40 minut qoldi lekin. Ommadan ayrilganni ayiq yer, shu bolani ayiq yeydi. Bu nima deydi endi? Podpисчиклар uchun, Biz bu yil Buxoroga birinchi marta qo'shilgan 21 kilometrda yuguramiz. 21 kilometr. Qanchada kelishimizni taxmin qilinglar. Va biz bu vaqtda umuman kelmaymiz. Qanchada kelamiz? Men o'ylayman 2:25. Sen-chuka? 2:15. 700 yugurmagansiz. 2:15. 1 soat 10 minutda kelamiz. Mana olib qo'y. Inson. Marafondan oldingi sveji fikrlar. Mana uni olganingizda men kimni qo'ygan bo'larsiz? Biz hozir start chizig'i tomon odimlamoqdamiz. Biz yolg'iz emasmiz. Hozir mana bular jo'r bo'lib madhiya aytishyapti. Hozir biz yana bir do'stimiz ham buni topdik. Gurbor kimdan mashtarak deb bo'ladi. Yani assalomu alaykum. Shuncha odam startda 10 va 21 kilometr uchun Buxoro Night Race'da biz ham sekin chiqamiz. Olatda hozircha 5 kilometr o'tdi. Narvandi. Demak, davom etamiz. 10 kilometr bo'ldi. Hozircha 1 soat 7 minut bo'ldi 10 kilometrda. Hop. 10 kilometr yugurayotganlar finish qildi. Biz davom etamiz. Xullas 15 kilometrda va 21 o'sha finishda yozish esdan chiqib qoldi. Hozir o'sha finish qildik. Mana medal oldik. Bu ham oldi. Ismi Shohrux Haydarov. Orqaroqda mana Mirjalol Qosimov bu ham oldi. Qiyin bo'ldi, lekin uddaladik deydi. Yo'ldan yugurdik. Bu tungi Buxoro vibe. Atta Kaloni minora. Hozir nimadir qilib ovqatlanishga ketyapmiz. Yana itta soat ittiya va xolasa Biennaleni tomosha qilamiz. Lab House Buxoro Vibes. Hozir bizlar
Shashlik etdik deb qo'yishadi. Shashlik etdik. Hozir tutamiz. Haligi namoyish karvoni qo'l yuvib kelamiz deb turib ketishdi. Demak, kun boshlandi. Va biz aylanib yuribmiz. Mana ko'rsam, kimga kelayapti? Kim? Ostonlikda narsa kiyim. Bo'lmasdan aytgan. Bukhara Vibes bo'lib yuribmiz. Joy, full house. Pokerdagi full house mi deyman-da? Ha. Qistiringlar bu bolaga. Bukhara Vibes. Shoh 1 millionlarga tushamiz, o. Urslar yana. All you need is plov deb yozib qo'yibdi. Mana Bukhara Coffee Trip. Mana Feruzas Ikat Gallery. Opa yo'q ekanda videosiga tushib berardi. Marmeladda chokolado. Yo'q, shunaqa dermidi? Nega yo'q? Chaqiraylik. Bugun dam olish kuni ekan, hozir keladi. Hatto olamiz. Hatto ko'p bor edi. Ko'la qo'shasizlar, duo qilib o'tamiz. Возьми кофе с собой. Nima bo'lib ketsam? Ha. Shu 150 ming bo'lmasa bo'ldi. Hozir bitta kofe shopga kirdik. Shohkam kofe olib beryaptilar. Kofelarimiz keldi. Shohkam rasmga olyaptilar. Mana bu binalining yana bitta skulpturasi ekan, isiriq. Shoh, nima dedingiz? Gugurt haqida? Isiriqda gugurt olib kelish kerak, bitta olib kerak qo'shib. Keyin olib borishga. Mana agar qachondir shu ish bo'lsa, fond biladi kimdan qidirishni uni. Kofechino. Qiziq. Ultra. Ko'lan qachon? Qachon kola ichaman deng. Tojikcha solishdi akalar. Assalomu alaykum. Atalar turibdilar, oling. Bu ham benalimi? Ana, mana qanday mashina. Puti dedi. Bu ham benaliga o'xshadi. Benali ekan, to'g'ri. O'zbekchasi hammi? Marg'ilon hunarmandchilikni rivojlantirish markazidan ekan. Salom so'raydi. Biz Benalining keyingi va eng mashhur anaqasiga boramiz hozir. Skulpturasiga. Shu so'zni juda yaxshi ko'raman-da. Installyatsiya. Mana shu hammasi kastrulkadan qilingan. Kasolar va kastriulkalar. Shundan bir xonacha qilishgan. Chiroyli. Nalardan ichiga kirish mumkin emas. Qanaqadir mana stollar bilan. Hammamiz tushaylik. Pastdan keling. Qiziq. Buxoro tasviriy san'at muzeyida ovqat manzaralar, tam xaritalar, qalbak sadolari degan bir ko'rgazma bo'lyapti ekan. Endi ovqat degan joydan qolmaymiz biz.
Bulchkalar. o'zi undamasmi ketish. Meni biletimni yana hal qilish kerak-a? Yo'q, bu safar. Bu safar bormi? Bunday orqadan rasm olib qo'yishadi, shunaqa rasm olib beringlar. Olib bering, bola. Qo'yib turaman. Men haqiqiy ovqat bo'ladi o'ylabman. Hada? Saylarni mana qara olganmiz. Yo'q. Ishlab turgan olganmiz. Ovqat yeyishga kirgansizlar. Bu rekonstruksiya bo'lgan просто. Chiroyli qilish. Shu paytda jabr eskisi. Ovqat bo'ldi. Chiqamayapti. Hadi pistirma. Moganda zavq olasilar bittaman. Bularni ko'rib chiqish uchun 2-3 soat vaqt ajratish kerak. Shuning uchun soat o'tiramiz. Shohrux Haydarov aytishicha, bu ham Benali. Tadvobilik ekan nomi. Kadrga kallangiz kiryapti. Keraksin olmayapti. Ha? Mana bu Novotdan qilingan skulptura ekan. Qo'g'arilar qilyapti. So'kinmang birodar, videoga ketyapti. Novotlar jalaqsimi deyman-da. Novot. Kimni davlenasi tushsa, shu yerga kelaveradi. Bu Xo'ja Gavkushon. Xo'ja Gavkushon bir narsasi. Mana qalblar dardiga. Oh. Qalblar dardiga darmon. Bu Benalining nomi o'zi anaqada. Qalblar dardiga darmon. O'pka-ku bu? Qalb emas bu, o'pka bu. Nima bu shoh? Qalblar dardiga. Qalblar krest. Ana deyman. Hatta yurak bor. Tosh yurak. Qabr-ku bu? Qabr-ku bu? Mana. Bularning hammasi bo'yicha ma'lumotlarni biza kadr buzib tashlab. Mana bu haqiqat ko'rishim. Xo'sh. Haqiqat seni yuragingda. Nima? Borasan. Boshqatda. Mana haqiqatni izlaydi. Xo'sh. Endi kirib bordingizda chiqsangiz, oxirida yurak turibdi. Bu nimadan darak? Men ham bilmayman. Haqiqat Yuraydi. Yuraydi gap. Endi mana bitta rost ekanini o'qiylik. Yo'qusha madrasasining bir-biri bilan bog'lagan ikki xonasida joylashgan Jahongir Boboqulovning loyihasi ruhiy tajribani abstrakt rassomlik haykaltarosh til orqali ifodalaydi. Parvon ustiga aerograf yordamida rasm chizish usuli bilan
u boshliq hissini, ya'ni hamma narsa sokin, jim va muallaq holatda bo'lgan muhitni yaratadi. Birinchi xonaning barcha devorlari bilan qoplangan paralon ichki tomondan yoritilgan bo'lib, makonga sirli, fazoviy tus beradi. Ikkinchi xona esa yanada yaqinroq va samimiy tus oladi. Markazidan Kulol Sanjar Kubayevning tomchilab tushayotgan suv bilan yurakka o'xshash sopol buyumi joy olgan. Rassom ta'biri bilan aytganda, suv muqaddas sanaladi. Bu yerda u ezgu amallar, ya'ni qalb va ruhni poklaydigan sokin, barqaror manba ramzidir. davo topish birdaniga sodir bo'lmaydi. U uzoq davom etuvchi jarayon va yo'l kabidir. Qalb qayta poklanganda esa u nurini aks ettira boshlaydi va atrofdagi hamma narsa charog'on aylaydi. Siz turganingizdek, kimdir qalbining tubigacha shifo topsa, bu albatta oshkor bo'ladi, deb umid qilaman. Rahmat. Eshitganinglar uchun rahmat. Sizlar bilan ayting shoh. Voy, ancha o'pib yotuvdi, bu qolgan ichak o'g'li. Bu anaqayu 12 barmoqli ichagi. Qo'qon arava. Ha, Qo'qon arava deydi shuni. Otabek Marg'ilondan kumushni shunda olib kelgan. I 12 barmoqli. Мы у друзей Xo'ja Kalon. Assalomu alaykum. Bizni sanashyapti boydan beri. Chiq qilib sanashyapti bizni. Bu katta benali ekan. Lekin menga bu Binalidan eng yoqayotgan narsa butun shaharni katta bir muzeyga aylantirishgani bo'libdi. Bir kun ham Voy, siz bitta shu Binalida installyatsiyalari bo'yicha yuraman. bitta yopiq biqiq joyga kirib aylanib yurmaysiz-da. Butun shaharni ham aylanasiz, Binalini installyatsiyalarini ham ko'rasiz. Ha, tepada kalan. Ucuz ovozlar kelyapti. Plus 9989 480 1699. Boy qizni o'ris deb o'ylab, endi o'zbekchalab nimadir demoqchi edimda. Tushundim deb qoldi. Shohqani? Ha? Modelimiz yuribdi o'zicha.
Ouais. Soit tu le colles, soit tu fais un truc avec eski vaqtda ishlab qo'yganda lekin motor ishlab chiqargan shoir qo'ydik Ha? nima bilan qo'l bilan Men sevding, sen sevding, men sevdim. boshqa tilayganda bo'ylamanki buni ichida ranglaydi deb Qalblar dardiga darmon. И kalyan minora bor ekan. И minorai kalan ekan. Kalon. Shu bilan do'stlar, bizning Buxoro safarimiz qaryapti. Qiziqarli bo'ldi degan umiddaman video. Like, komment bularni hammasini o'zingizlar bilasizlar. Meni Telegram kanalim bor, unga ham obuna bo'linglar va donat qilinglar. Shtob ko'p joylarga borib, ko'p joylarni sizlarga ko'rsatishim uchun donat qilinglar. Eshitganinglar uchun, ko'rganinglar uchun rahmat.